Gitler bilan ko'rishgan Qudus muftiysi Muhammad al-Husayni Gitlerga Usmoniylar haqida gapirar ekan, ko'zidan yosh oqa boshlaydi. Shunda Gitler unga qarab, "Muftiy janoblari, ajdodingiz turkmidi?" deb so'raydi. Shunda muftiy aytadiki, "Yo'q, ajdodim turk emas, lekin men bu millatni butun ajdodim va millatimdan ko'ra ham afzal bilaman va yaxshi ko'raman. Agar Usmoniylar bo'lmaganda edi, deydi, inglizlar va boshqalar islom olamiga 500 yil avval oldin hokimlik qilgan bo'lardilar. Ispaniyada bo'lgan musulmonlarga qarshi zulmlar butun arab o'lkalariga tarqalgan bo'lardi. Shu sababli iymonim, dinim va sharafimning, nomusimning bir siymosi, bir homiysi bo'lganligi uchun Usmoniylarni yaxshi ko'raman", deydi muftiy Gitlerga qarab. Haqiqatan ham shunday. Aslida biz ham Usmoniylardan faxrlansak arziydi. Biz ularga ko'ra ko'proq Usmoniylardan afzal ko'rsak bo'ladi. Sababi ular bizdan ketib 3 qit'aga yoyildilar va 72 millatni birlashtirib tinch totuvlikda islomni himoyachisiga aylandilar. Zotan ular bilan millatimiz, dinimiz bir, urf-odat va ko'rinishimiz bir. Oramizdagi yagona farq esa biz Osiyodamiz, ular esa Yevropada.